Tekinga sovg'a berish vaqti keldi qizajonlar. 10 mingta bo'lganimizda munosabati bilan mana shu podarkalarimizni sizlar tekinga yutib olsanglar bo'ladi. Shartlari juda ham oson. Bizani akkauntimizga obuna bo'lasiz. Mana shu videoni 10 ta do'stingizga yuborasiz. 10 ta do'stingizni kommentariyada atmetka qilasiz va like bosishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimchasiga repost qilib qo'ysangiz ham xursand bo'lamiz. Qizajonlar mana shu yerda turgan ikkita naborli mana shunaqa chiroylikina bo'lgan piyolachamiz va choynak piyolali naborimiz va eng zo'ri Torix naborimizni tekinga yutib olsangiz bo'ladi. Shartlarini tushuntirib o'tdim. Qizajonlar shoshilamiz. Sanasini, qaysi kuni g'oliblarni aniqlashimizni opisiyanada yozib qoldiraman. Tezroq shoshilinglar va bunaqa yutuqlarni qo'lga kiritishda davom etinglar. Tekinga sovg'a berish vaqti keldi qizajonlar. 10 mingta bo'lganimizda munosabati bilan mana shu podarkalarimizni sizlar tekinga yutib olsanglar bo'ladi. Shartlari juda ham oson. Bizani akkauntimizga obuna bo'lasiz. Mana shu videoni 10 ta do'stingizga yuborasiz. 10 ta do'stingizni kommentariyada atmetka qilasiz va like bosishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimchasiga repost qilib qo'ysangiz ham xursand bo'lamiz. Qizajonlar mana shu yerda turgan ikkita naborli mana shunaqa chiroylikina bo'lgan piyolachamiz va choynak piyolali naborimiz va eng zo'ri Torix naborimizni tekinga yutib olsangiz bo'ladi. Shartlarini tushuntirib o'tdim. Qizajonlar shoshilamiz. Sanasini, qaysi kuni g'oliblarni aniqlashimizni opisiyanada yozib qoldiraman. Tezroq shoshilinglar va bunaqa yutuqlarni qo'lga kiritishda davom etinglar.